Bizning vatanimiz tinchlik va osoyishtalik maskani. Bu yerda insonlar bir-birini hurmat qiladi, mehr-oqibat, birdamlik va totuvlik qadrlanadi. Bizning eng katta boyligimiz bu tinch hayot, osoyishta muhit va avlodlar kelajagini ta'minlagan jamiyatdir. Mamlakatimizda diniy bag'rikenglikka katta e'tibor qaratilib, turli e'tiqod va mazhab vakillarining tinch totuv yashash uchun mustahkam sharoitlar yaratildi. Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 35-modda. Ammo dunyoda mana shu tinchlikka rahna solmoqchi bo'ladigan kuchlar ham mavjud. Ular o'z maqsadlariga erishish uchun diniy qadriyatlarni niqob sifatida ishlatadi. Aslida esa ular na dinni, na insonni, na jamiyatni o'ylaydi. Bu kuchlar yoshlarning ongiga shubha, nafrat va bo'linish urug'ini sochishga harakat qiladi. Ular yolg'on va'dalar, noto'g'ri talqinlar, yolg'on haqiqatlar bilan odamlarni o'z yo'liga tortadi. Dinni niqob qilgan kuchlar yoshlardan foydalanadigan, ularni vosita qiladigan va hayotini barbod qiladigan oqimlardir. Ular ekstremizm, terrorizm va radikalizm kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ogoh bo'ling, zero ogohlik davr talabi. E'tiboringiz uchun tashakkur.